Ye, meni xotinimmi bu yerda jetel bilan nima qilyapti? To'xtanglar, tinchgina bularni kuzata qolay. Cho'ta bular nimanidir rejalashtiryapti. Nimani rejalashtiryapti ekan? Mana bu qanaqa jetel edi bu? Bu janob merni qanaqadir tanish edi shekilli adashmasam, lekin bular meni xotinim bilan bu yaramas nima qilyapti? Nima rejalashtiryapti bular? Hop, bu yoqqa keldida nimadir bo'lmaydi dedi, bu yoqqa ketaverdi. Nimani o'ylayapti ekan bular? Nima qilmoqchi hozir? Tushunmadim. Nimaga mendan so'ramadi? Menga aytmasdan bu yoqqa ketdi ekan. Hozir aniqlashtiraman. Bu meni ko'rmasin. Meni ko'radigan bo'lsa keyin bular rejasini bila olmay qolaman. To'xtanglar. Hozir qayoqqa ketdi ular? Ana chiqdi. Bu yoqqa o'tib ketdi-ku. Meni ko'rmayaptimi shunda bular? Rostdan ham ko'rmayapti shekilli. Nima qilyapti? Hoy, to'xtalaring, nima qilyapsanlar? Jo'xa, keldingmi? Ha, keldim. Sen bu yerda nima qilyapsan? Biz qarochi xotining bilan janob merni tug'ilgan kuniga tayyorlanyapmiz. Ya'ni tekis joy izlayapmiz bazm o'tkazish uchun. Nimaga menga aytmadinglar? Endi aytmoqchi bo'lib turgandik, o'zing kelib qolding. Yaxshi ham. Yaxshi. Senga qarochi ish bor. Mana u zakaz olib kelib beradigan baratarni oldiga yur. Mayli, nima gap? Qarochi narsa zakaz qilganmiz. O'sha narsalardan bazm uchun joy tayyorlaysan. Mayli, sen tez uyga bor, tushundingmi? Bo'lmasa yomon bo'ladi. Bo'ldi, urushma, men olib kelgandim. Qarochi narsalarni olib tezroq zakaz qil. Bo'pti, xotinimga boshqa yaqinlashma, tushundingmi? Qayoqqa ketdi hozir? Yaramas, uyiga ketadimi yo u yoqqa ketdi, xotinim yaxshi bo'ldi. Lekin yaramaslar nimaga bunaqa qilyapti, hayronman. Janob mer to'lgan kunligi nimaga menga janob mer aytmadi-yu? Meni esimdan chiqdimi? Yo'q, esimdan chiqqan bo'lishi mumkin emas. Yo'q, bor baribir so'rab bilib kelishim kerak. Lekin janob merni o'zidan so'rasam to'lgan kunligini u bo'lmaydi-da, bildirmasdan bazm o'tkazishimiz kerak edi. Hozir nimadir bahona bilan borishim kerak edi janob merni yoniga. Qanaqa bahona? Polziginlarni deyishtirib olib boray, shunda bahonani dahshati bo'ladi. Bemalol bildirmasdan borsam bo'ladi. Xotinim qani? Mayli, qayergadir ketgan shekilli. Balki qo'shni xotinning yoniga borgandir, bilmasam. Xo'p, mayli, hozir mana bu yerdan polziginlarni tezroq yig'ishtiraman-da, keyin janob merning yoniga borishga bahona bo'ladi-da. Qanaqa bahona bo'lganini ko'ryapsizlar o'zingizlar. So'rayman janob merdan. Siz yaqin qachon tug'ilgansiz? Yosh ko'rinyapsiz. Sanasi nechi, yili nechi deb so'rayman. Qarochi janob mer o'shanda aytadi. Xo'p, bu yerlar toza, hammasi chotki. Bu yoqni ham olamiz, bu yoqlarni ham olamiz. Takoy bo'ldi mana. Xo'p, endi qaytarib ekib chiqish kerak. Sabzi yerga tushib ketibdi, ya'ni yerga emas, suvning ichiga. Nimaga suvning ichiga tushgansan desam, cho'milgim keldi deyapti. Lekin so'raganimga gapirganini sizlar qayerdan eshitdinglar? Meni o'zim eshitganim yo'q. Xo'p, mana tako. Endi bu yoqqa kartoshka ekamiz. Kartoshkadan keyin bug'doyni birinchi qatoriga ekamiz. Lekin chappaga ekibman deyman. O'zi shunaqa ekish kerak. Ya'ni bitta polzekini ekilgan joyga ikkinchisini ekmaslik kerak. G'irt boshqacha qilib eksa, hosil yaxshi bo'ladi shekilli. Tak, janob mer yoniga boraman, o'z ketmonimni qo'yib ketayin-da. Kerak emas ketmon. Hali narsalar kelgan bo'lsa, zakaz qilingan narsalar borib, bazm uchun joy tayyorlamoqchi bo'lganimda, tak, bu narsalarni keyin joylashtirsam bo'ladi. Xo'p, tak. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, qalaysan Jo'xa? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Zo'r. Qarochi nima kelding? Sog'liqlarni olib kelgandim. Bo'pti, joyiga qo'y. Joyiga qo'yaman. Janob mer, sizga bitta savol bersam bo'ladimi? Lekin sal g'alatiroq savol. Qanaqa savol? Siz o'zi anchagina yosh ko'rinasiz. O'zi nechinchi yilsiz? Men 1908-yilman. Qanday 1908-yil bo'lishi mumkin? Men shunaqaman. Tushunarli. Sanasi nechida tug'ilgansiz? 1-iyun. 1-iyunda tug'ilganmisiz? Yo'q, 1-iyun bolalarni himoyalash kuni-ku. Shunaqami? Men ham tug'ilgan kunimda. Tug'ilganmisiz desam, yo'q dedi-zu. Yo'q deganim yo'q, bolalarni himoyalash kuni dedim. Tushunarli. Aytgan seni obunachilaring bolalar-ku, o'shalar hammasi tabriklayman. Men ham tabriklayman. Obunachilar sizlar barchalaringni bolalar kuni bilan tabriklayman. Qarochi janob mer, bo'pti, mayli, sog' bo'lingda men ketdim bolalarga qanaqadir sovg'a tayyorlay. Bo'pti. Menga ham tayyorlagin-a? Siz bola emassiz-ku. Men tug'ilgan kunim-ku, tentak. Bo'pti, harakat qilaman, lekin siz bola emassiz baribir. Bo'ldi, bilib oldim. Janob mer rostdan ham tug'ilgan kuni ekan. Endi tug'ilgan kunga tayyorlanish kerak. Ya'ni sovg'alarni tayyorlash, sovg'a emas, o'sha bazm o'tkaziladigan joy. Janob merga menimcha sovg'a kerak emas, chunki hamma narsasi bor. Kamchilik yo'q janob merda. O'shaning uchun hozir bazm uchun tekis joy topish kerak birinchi o'rinda. Ular topgan joy bo'lmaydi-da, u teppa tekis joy kerak bizga. Qanaqa narsalar zakaz qilishganini bilib, o'sha narsalarni olib ketayam, pulini to'lashganmi yo'qmi hayronman. Janob mer to'lgan kuniga menda bitta zo'r sovg'a bor. Mana bu uyning ikkinchi qavati bor-ku. O'shani qarochi uy qilib beraman. Mana bu yer garaj, o'zi janob merning garaji, ostida mashinasi bor, bilasizlar, farasi yonib qo'ygan. Bu Volga degan mashina ekan. Qarochi mana shu garajning tepa qismini uy qilsam,
Menimcha janob mer xursand bo'ladi. Mana shu yerdan shunday zina chiqib ketadi tepaga qarab. Yoki orqa tomondan chiqadi. Men nimadir qilaman, garochi. O'ylab ko'raman. Buyurtmalar kelganmikan? Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Nima gap, Jo'xa? Jitel va xotinim narsa zakaz qilgan ekan, o'sha keldimi? Ha, kelgan olishing mumkin, yashikning ichida. Aha, yashikning ichida doimgidek. Oho, ko'p narsa zakaz qilishibdi-ku. Ha, shunaqa, janob mer tug'ilgan kuni shekilli. Aytdim sizga janob mer tug'ilgan kuniga deb. Ha, tushunarli. Unda men ketdim, siz ham bazmga o'ting, kechroq. Ha, bo'pti, harakat qilaman, lekin o'ta olmasam mendan emas, chunki menda sovg'a yo'q. Zakaz olib kelasiz, o'zingizga ham nimadir olib keling. Ha, ko'raman-da o'ylab ko'riladigan narsa emas, bo'pti, o'tarsiz-a. Qayerda qilasan? Ha, hali o'sha o'ylaganim yo'q. Qayerda qishloqda tekisroq joy borligini bilasiz. Adashmasam, qishloqni tekis joyida tekis joy bor. Uni o'zim ham bilaman. O'sha lokatsiyasi qayerdaligini bilmaysizmi? Bilaman. Qayerda? O'sha tekis joyning yonidagi daraxtning yonida. Obbo, unaqasini aytmagandim. Mayli, bo'pti, o'zim izlab topaman. Mana bu yerda tekis joylar bor. Bu yerda bor, o'rmonga yaqin ekan. O'rmonga yaqin bo'lmasligi kerak. Iloji bo'lsa, shahar, qanaqa shahar? Shahar desam ham bo'ladi. Qishloqimiz уже rivojlanib ketgan. Qarochi, qishloqni markazrog'ida bo'lsa, mana bu yer markazli ekan, juda ham takoy joy. Lekin bu yerda qilish unchalik ham yaxshi g'oya emas. Ko'ryapsizlar, yo'llar dahshat asfaltlanib, chiroyli bo'lib ketgan hamma yoq. Bizda qishloqimiz o'zi tekis joy yo'q ham menimcha. Mana shu yer lekin normalliroq ekan. Menimcha juda ham zo'r joy. Mana shu yerga qilsam bo'lar ekan. Bir ikkita bloklarni olib kelib tekislab yuborsam, bundan ham chiroyli qilib, keyin esa dahshat bo'ladi. Xo'p, mana takoy bir ikkita o'to'lanlar o'sib qolgan bu yerda, hammasini yig'ishtirib olish kerak. Keyin bir ikkita yer blok olib kelib, men bu yerni tekislab yuboraman, tamom, bo'ldi, boshqa hech qanaqa kamchilik bo'lmaydi. Keyin o'sha narsalarni o'rnatib chiqaman. Ya'ni bazm uchun olib kelingan narsalarni o'sha yoqqa taxlab o'rnatib chiqaman. Keyin bazmni boshlaymiz. Keyin janob mer keladi, happy birthday to you deb hamma baqiradi. Hamma baqirgandan keyin necha yoshga kirganini hisoblash kerak. 1908-yil nechinchi yil bo'ladi shunda? Shunda 1908-yil bo'lsa, hozir necha yoshda bo'ladi? Sizlar matematikani bilasizlarmi? Kommentariy yozib qoldiringlar, chiqqani hisoblab turib. Agar hisoblashni bilmasanglar, kalkulyatorga o'tib hisoblasanglar ham bo'ladi, lekin kalkulyatorda ham aql yetmasa kerak. 1908-yil nechinchi yil bo'ladi u? Unaqa yil bormi o'zi kalendarda? Menimcha yo'q bo'lsa kerak. Baribir sizlar bilasizlar, chunki sizlar hamma narsani biladigan obunachilarimsizlar-ku. O'shaning uchun sizlarga aytyapman. Mana bu bloklarni tep-tekis qilib yuborsam bu yerni, keyin qancha kengroq joy bo'lsa, shuncha kattaroq bazm o'tkazsam bo'ladi. Hop, mana bu ikkita blok ketma. Mayli, necha bu yer janob katta bo'lishi shart emas. Janob merga asosiy joy qilish kerak, muhimi. Bo'ldi, ko'p gapirmasdan endi mana bu yerda qurilishlarni qilsam ham bo'ladi. Endi bazm bilmadim qanaqa zo'r o'tishini, artist chaqirish kerak, nimadir qilish kerak bu yerga bazm o'tkazish uchun. Balki o'zim artistlik qilarman. Yo'q, o'zim artistlik qiladigan bo'lsam, hamma quloqni yopib turish kerak, chunki ovozni shunchalik g'alatiligidan quloqlar larzaga kelib ketadi. Bilmadim, qanaqa artist aytishimiz mumkin. Boshqa qishlog'imizda artist yo'q, balki janob merda o'zi artistlik qilishi mumkin. Lekin tug'ilgan kunida o'zini artistlik qilishi bu g'alati bo'lishi ham mumkin. Mayli, birinchi bazmni joyini to'g'rilab olsam, keyin artist ham topib beramiz, boshqa ham bo'laveradi asta-asta. Bu yerda nechta blok ortib qoldi? 22 ta blok ortib qolyapti. 1 2 3 4 5 6 ta bo'lsa, shunda 3 qator bo'lsa bemalol yetar ekan. 2 ta blok emas, 4 ta blok ortib qolar ekan. Shunda 4 ta blokni qayoqqa qo'yaman, qayoqqadir borib qo'yib qo'yaman. Shunda bemalol to'g'ri kelib ketadi, hammasi bir-biriga proporsional bo'lib ketadi. Hop, mana bu yer blokni floor qilib turib, ya'ni yerni devori floor bo'ladi, o'shani qo'yib turib, 4 ta qoladi dedim. 4 dan 4 ta burchakka qo'yib, ustiga bittada fakel qo'ysam, menimcha undan o'ta go'zali bo'lmasa kerak. Fakelni qayerdan olaman? Shaxtaga tushib ko'mir olib chiqsam, bemalol fakel yassam bo'ladi. Shaxtada ko'mir bormikan? Obbo, ko'mir cho'ta yo'qqa o'xshayapti. Yo'q, ko'mir yo'q menimcha. Hozir bitta narsa qilsam bo'ladi. Qishlog'imizda qayerdadir nimalar bor edi, ya'ni ko'cha yoritgichlari bor edi qayerlardadir. O'shalardagi fakellarni olib kelsam bo'ladi, lekin ularni ham buzib tashlashganmi deymanda, yo'q, lekin hech qayerda ko'rinmayapti. Aytgancha mana bu televishkami, teleminorami nima edi? Mana shu binoning ichida fakel bor edi. O'shalarni olib kelsam bo'ladi. Mana bu yerda va mana bu yerda 3 ta qoldi. Yana bitta kerak. Mana 4-inchisi ham bor ekan, takoy. Bo'ldi. Endi buni olib borib 4 ta joyga qo'yib qo'ysam, o'zi chiroyli ko'rinib turadi. Mana bittasi, mana bu tomonga ham bitta va bitta. Janob mer joyini to'g'rilash kerak. Birinchi o'rinda janob mer qayerda o'tiradi? Bitta o'tiradi, bu yerga yana kimdir o'tiradi. Yoniga o'zim o'tiraman, kimdir o'tiradi. Xullas, bu yerga endi stollarni mana shunaqa qilib
oxirigacha qo'yib chiqishim kerak, lekin stul yetishiga gap. Stullar yetadi bemalol. Lekin joy kam bo'lib qolibdi blok kamligi uchun. Mana tosh blok ko'proq bo'lganda joy kengroq bo'lardi. Tosh blokni bilmaganman. Men zakaz qilganim yo'q. Zakaz qilganlarga aytish kerak edi ko'proq zakaz qilishini. Hop, bu tomonga ham ikkita shunaqa joy bo'lib qolyapti. Tug'ilgan kun egasini o'zi bir joyda o'tirish kerak, lekin unaqa narsa qilishim uchun g'irt boshqa usulni qo'llashim kerak edi. Mayli, hozircha shunaqa turib tursin. Bizda tug'ilgan kun torti bor. Tug'ilgan kun tortini Janobber kelgandan keyin o'zini qo'liga beramanmi? Hozir birinchi o'rinda kolalarni joylashtirib chiqaman, bitta bu yerga, bitta bu yerga, keyin bitta bu yerga va yana adashmasam shu yerga to'g'ri keladi. Bunisini qo'ymayman bu yoqqa. Chunki hisob kitobda adashib ketaman. Bu tuxum, qaynatilgan tuxum ekan shekilli. Qaynatilgan tuxumdan kamroq qo'yamiz. Chunki menimcha unaqa narsa kamroq odam yeydi. Kartoshka yo'q, bu sabzi free ekan. Ya'ni nima degan? Carrot pea nima degani ekan? Tarjimonga tashlab tarjima qilib olinglar qani. Hot dog, menimcha ko'pchilikka hot dog yoqsa kerak. O'shaning uchun hot dogdan ko'proq qo'yib chiqaman bu yoqqa. Hozir tort qoldi. Tort keyin meva qolibdi. Mevalarni joylashtirish kerak. Mana bu mevalarni olamiz bitta bu yerga va bitta bu yerga. O'zi stolda bo'sh joy qolmadi. Endi qolgan stullarni qo'shimcha mehmonlar uchun joy qilaman. Atrofdan qilsam bo'ladi. Bu asosiy mehmonlar uchun, ya'ni qishlog'imizdagi eng kerakli bo'lgan odamlar uchun joy qilindi bu yerda. Endi oddiy kerak emas, oddiy notanish bo'lgan aholi uchun qilaman. Ya'ni Janobberga hech qanaqangi qarindoshchilik yo'q bo'lgan aholi uchun men bu yerda takoy joy qilamanda narsalarni joylashtirib chiqaman. Bitta meva qo'yamiz, sal yurib turib bitta qo'yamiz, sal yurib turib bitta qo'yamiz. Bu yerga o'rtaga hot dog ildiramiz, chunki ular ham hot dog yesa kerak. Hot dogni albatta hamma yaxshi ko'radi. Bitta bu yerga, bitta bu yerga, bitta bu yerga qo'yamiz. Endi kola qani? Kola birinchida turgan ekan o'zi. Kolani qo'yamiz. Bu yerga ham bitta va bu yerga mana. Takoy bo'lmamcha joy qolmadi bu yerda ham. Agar stul yetadigan bo'lsa, yetar ekan. Narigi tomonda ham bitta shunaqa qilsam bo'ladi. Bitta qoldiramiz. Obbo, yer blok yetmas ekan. Mayli, yer blok olib kelish problema emas. Mana shu yerdan hozir bir ikkita yer bloklarini olamanda, olib borib o'sha yoqqa joylashtirib, 3-qatorni o'rnashtirib chiqaman. Lekin nahot 3 ta blok titdim shuncha vaqtda. Men bu yerda 1 stak blok bor ekan-ku. Nimaga men yana blok titib yuribman, hayronman. Mayli, bor, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Buni hozir kerak yo'q, stullarni olamiz. Stul uchun joy yo'q ekan. Stulni bo'shatamiz joyini. Xo'p, nechta blok to'g'ri keladi shunda? Men qo'lni qiyshiqligidan ketib qolgan noto'g'ri blok. Uni olamiz. Sanoqni bilmadim, sanamasdan qo'yib yubordim, lekin sanab qo'yganimda nechta stulni ketkazganimni hisob bo'lardi. Bir stak bilan hisoblaganda hisobi chiqadi albatta. Menimcha normal bo'lib qoldi.